Assalomu alaykum. Mana yangi katuli ham, aqlli katuli ham olib kelib o'rnatib oldim, uстановкаларni o'rnatib bo'ldim. Mana miyasi ekan mana. Wi-Fi ga ulanarkan, telefondan boshqarilar ekan. Endi ertaga mana kirish chiqish dimoxodda o'rnatib bo'ldi, ishlaydi, xudo xolasa. Mana kitoblik, 6 kitobligida. Mana pastki qismi o'tib yonadigan qismi. Aynan shunday ko'mirlar olib kelib surib berar ekan. Mana kuldon ekan. Kelajakda fikr o'zgarib qolsa, mana shu o't yonadigan bu tomonga ko'chirsa ham bo'ladigan, xuddi qilib qo'yishibdi. Bu tomondan kelajakda gaz kelsa, gazlab qo'ysa ham bo'lar ekan. Motorlari. Ikkita reduktorlik. Tiqilib qolsa, o'zi orqaga qaytarib, yana surib, yana qaytarib, maydalab olib ketadigandan. Mana bunkerlari o'zi ochilar ekan. Ishiniga ekan. Yaxshi narsa ekan, xudo xolasa. Ertaga yoqqandan keyin xudo xolasa. Bunga qo'shimcha mana tuk ko'paytiradigan, tuk ko'payib ketsa, ozayib ketsa sozlab turadigan stilizator ham bor ekan. Qo'shim ichida ekan shular hammasi. Zo'r xudo xolasa. Qani ertaga yoqib ko'raylikchi. Orqasidan turbalar ulangan.